menga qaradim, maqsad degan narsani bilasanmi o'zi? Hamma biladi-ku uni. Nechun berib tursan mana sana? To'g'ri, hamma biladi maqsad no'lig'ini, lekin shuni amal qilmay yashab yurganlar ham bor-ku. Xo'sh, nima o'zjaqsan endi mana bu gap bilan? Shuni aytmoqmanki, jo'ra ko'pchilik o'zining kerakli vaqtini kerakmas bir shunday tuyg'u borki, ana shuni ishlatib yotibdi-da. Yaxshimi, nima aloqasi bor uni? Har kim o'zining foydasi uchun harakat etadi. Hammasi yuraversin o'zining tuyg'usi bilan. Qaralar jo'ra, bizlar ham shunday tuyg'ularga berilamiz-ku, lekin nechun o'ylamaymiz, ota-onamiz bizlar shu dunyoga shu tuyg'ularga berilishi uchun keltirib qo'ygan yo'q-ku. To'g'ri, lekin jo'ra To'xtab tur jo'ra, endi men gaplarimni gaplab bo'lmadim. Bizlar ham endi buyoqdan yosh emasmiz, 17 yosh bo'ldik. Shu ketib turgan har bir vaqtimizni kerakli narsalarga ishlashimiz kerak. Maqsadimiz yo'lida to'g'ri foydalanishimiz kerak. men seni tushundim jo'ra, o'ylab ko'rdim. Endi bundan buyog'ina birga harakat etamiz, maqsadlarimizning yo'lida bir-birining gapini quloq solamiz. Rahmat jo'ra, meni tushunganing uchun. Seni yaxshi ko'raman.